Assalamu alaikum, hürmetli görmeli Uyghur Axbarat Merkezi'nin Abdel Xabarlar programımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed İzzet. Aldı bilen xabarlarımızdan asasi mazmunları bilen tanışıp çıkaylı. Amerika'nın devlet sekreteri Xitay Şarkı Türkistan'da irqi qirg'inchilikni davomlashtirib atadi dedi. Xitay Ukrainadagi puhralarni qaytarib ketyapti. Xitaylar Rossiya va Xitay orasidagi savdolarga munosabatlik shirkatlarning pay cheklarini bas-bas setib olmoqda. Xitay Amerikadagi puhralarni sagak turishga chaqirdi. Amerikaning yangi tayinlangan Xitoyda turishliq bosh elchisi Beijingga yetib bordi. Tövəndəki xəbərlər xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Aynı News Tower'ның 1 mart xəbəri görə Amerika Dövlət Sekretari Antony Blinken Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının Avropadakı baş ştabında, yəni Şveysariyanın Ceneva şəhərində ötküzülgən Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı kişilik hüquq kengişinin 49-cu növbətlik yığınında söz qılğanda Xitayda hökumət Şərq Türkistanda Uyğur musulmonlarga və başqa az sonliq millatlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik və insoniyatga qarshi jinoyatlarni davomlashtiryapti. Biz Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıning Kişilik hüquq oliy komissari Michel Bacheletni bu yerdagi ahvolga aloqador dokladni kechiktirmasdan e'lon qilishga chaqiramiz degan. TRT xabar torining 2 martdagi xabarda ko'rsatilishicha, Xitoy 1 mart Ukrainadagi 600 Xitoy o'quvchini qaytarib ketgandan keyin 2 mart Kiyev shahridan 900, Odessa şəhərindən 800 kişi olub, cəmi 1700 Xitay puhrasını Ukraynadan qaytarıb ketishni planlagan. Xitay baş elçixanasının puhralarını ep ketish haqidagi uqtirishida Ukraynaga qo'shni bo'lgan davlatlardan Moldova, Ruminiya, Slovakiya, Vengriya va Polshaning Ukraynadan qochgan Xitay puhralaridan viza olmaydiganligi ko'rsatilgan. Egilnishicha, Ukraynada yashaydigan 6000 dan ortiq Xitay puhrasi Xitay hukumatining o'zlarini ep ketish uchun iltimos sungan. Reuters agentlik torining 4 mart xabarida ko'rsatilishicha, g'arb ellarining Rossiyaga qaratgan iqtisodiy embargosidan keyin Rossiya bilan Xitoy orasidagi tijoratning quyuqlashishi mo'ljallanayotgan paytda Rossiyaga munosabatlik ta'minlash zanjiri faoliyati bilan shug'ullanadigan shirkatlarning payi Xitoy mablag' sog'uvchilar tomonidan bas-bas setib olingan. Bu shirkatlarning hammasi atalmish Xitoy Rossiya savdo hukm ko'rsatkichi kirgizilgan bo'lib, bular konteyner to'sh shirkati va port tijorat shirkatlarini o'z ichiga oladi ekan. Pul muomala sonliq ma'lumot ta'minlaguvchisi bo'lgan Efentning sonliq ma'lumotiga ko'ra, bu ko'rsatkich 28 fevraldan boshlab 20% dan ko'proq oshgan. Xabar Türk kanalining 2 mart xabariga ko'ra, Xitoyning Amerika turishliq bosh elchixonasi Amerikadagi ansiz bexatarlik atmosferasi sababli Amerikadagi vatandoshlarning shaxsiy bexatarligiga diqqat qilishga chaqirdi. Xitoyning Amerika turishliq bosh elchixonasi Amerikada Xitoyga qarshi nafratning yuqori ekanligini, Asiya qon sistemasidagi ko'plagan kishilarning yomon niyatli hujumlarga duch kelish xatar ostida ekanligini bildirdi. Xitoy bosh elchiligi yana xatar ostidagi Xitoylar orasida navbatda Amerikada turishliq o'quvchilar, xizmatchilar va Xitoy davlat tarafidan mablag' bilan ta'minlanadigan shirkat korxonalarda xizmat qiladigan xodimlar borligini oshkorladi. ABC News torining 6 mart xabarida ko'rsatilishicha, Amerika bilan Xitoy Tayvan kishilik huquq va Ukrainadagi urush qatorliq masalalar jihatda qattiq jiddiylikcha turayotgan bir paytda Amerikaning yangidan tayinlangan Xitoyda turishliq bosh elchisi Nicholas Burns 4 mart Beijingga yetib borgan. Amerika elchixonasining bayonotchisining aytishicha, Burns va boshqa amerikalik diplomatlar, shundaqla ularning oila tavobatlari Xitoyning talabi bo'yicha Xitoy virus vabosiga qarshi tadbir sifatida Amerika elchixonasining to'ralg'i binosi ichida 3 hafta karantin qilindi ekan. Egilnishicha 2020 yil 10 oyda Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchisi Terry vazifadan ayrilgandan buyon bu o'rin izchil bo'sh turgan ekan. Yangi bosh elchi Nikolay Burns kasbiy diplomat, Tashqi ishlar ministrligining sobiq bayonotchisi, Amerikaning NATO turishliq bosh elchisi, shundaqla tonilgan akademik bo'lib, Harvard universitetining Kennedy institutida o'qituvchilik qilgan. Buningdan sirt u yana Joe Bidenning prezidentlik saylim faoliyatida tashqi siyosat maslahatchisi bo'lgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar, xayr xo'sh, Allohga omonat.